Assalomu alaykum. Mening ismim Saramusoq Ravshan Abdusalomov. Marg'ilon turizm va madaniy meros texnikumi direktoriman. Texnikumimizda asosan zamonaviy kasblar, ya'ni mehmonxona xo'jayini tashkil etish va boshqarish, turizm, servis, oshpazlik yo'nalishlari o'qitilib kelmoqda. Bizning texnikumimizda o'ziga xos jihatlari bor, ya'ni bu birinchisi texnikumimizda qadriyatlar bor. Ya'ni o'zi texnikumning o'zining qadriyatlari mavjud. Bu qadriyatlarga kelib ketma, bilib ket shiori ostida biz ish olib boramiz. Ya'ni har bir o'quvchi nimadir o'rganishi shart bu texnikumimizda. Texnikumimizda zo'r imkoniyatlar bor. Bu birinchisi texnikumimizda bevosita hozirgi kunda nemis tili o'rgatilmoqda. Nemis tili o'rgatilib, shu yo'nalish bo'yicha, ya'ni mehmonxona yo'nalishi bo'yicha Germaniyaga yuqori maosh va kafolatlangan, sug'urtalangan ish o'rinlariga yuborilmoqda. Bu bizda katta yutug'imiz hisoblanadi. Undan tashqari bu yildan boshlab biz texnikumimizda Sakson iqtisodiyot ta'lim markazi Germaniyadagi tashkilot bilan hamkorlikni yo'lga qo'ydik hamda bu tashkilot bilan endilikda bir guruh o'quvchilarimizni o'qitib, ularni yozgi ta'tillarini work and travel yo'nalish bo'yicha Germaniyada malakasini oshirish, amaliyotini o'tash hamda keyinchalik ularni uzoq muddatlarga ishga yuborish bizning asosiy maqsadimiz qilib olindi. Agar shunday imkoniyatlardan foydalanishni istasangiz, quyidagi telefon raqamlariga telefon qilib biz bilan bog'laning.